Soliq qo'mitasi tadbirkorlarga xatolarni tuzatish uchun cheklarni tahrirlash imkonini berdi. Kuni kecha e'lon qilingan ushbu xabarga ko'ra, endilikda soliqchi ko'makchi tamoyili asosida 2025-yilda chop etilgan elektron chek summalarini 20-noyabrdan 10-dekabrgacha tahrirlash mumkin bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, hozirda buning uchun texnik imkoniyatlar yaratilib, tadbirkorlarga esa tayyorgarlik choralarini ko'rish tavsiya etilgan. Shuningdek, Davlat soliq qo'mitasi tomonidan fuqarolarga soliq to'lash majburiyat emas, aslida bu jarayon yurt taraqqiyotiga qo'shilayotgan shaxsiy hissa ekanini chuqur anglatishga qaratilgan turli aksiyalar tashkil etilib kelinmoqda. Ulardan biri "Mening solig'im, yurtim iqboli" shiori ostida aksiya bo'lib, uning navbatdagisi Farg'onada tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan "Mening solig'im, yurtim iqboli" shiori ostidagi aksiya Farg'onaga ko'chdi. Tadbir esa O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 34 yillik tantanalariga uyg'un, yanada ko'tarinkilik bilan o'tdi. Sizga minnatdorchilik bildiramiz. Viloyat markazidagi istirohat bog'ining amfiteatri farg'onaliklar va shahar mehmonlari bilan gavjum. Ertangi kun egalarining qo'lida mag'rur hilpirayotgan bayroq esa yig'ilganlar qalbini faxr va iftixorga to'ldirgan rost. Tadbir davomida mamlakatimizda soliq sohasida izchil islohotlar amalga oshirilayotgani, ayniqsa soliq to'lash madaniyatini yuksaltirish, bu borada aholining huquqiy ongi va savodxonligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar haqida so'z yuritildi. Shuningdek, soliq to'lash har bir fuqaro uchun majburiyat ekani, u davlatning barqaror rivojlanishi, infratuzilmalar yaxshilanishi, ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy himoya kabi sohalarning moliyaviy ta'minotida muhim o'rin tutishi alohida ta'kidlandi. Bugun har bir soliq tizimi xodimi shuni tushunib yetish kerakki, biz bugun fuqarolar uchun ko'makchimiz, yordamchimiz. Biz soliq xodimimiz, biz nazoratchimiz degan tushunchani biz bugun chekkaga surib qo'yishimiz kerak va ana shu yordamchi, ko'makchi sifatida biz soliqlarning mohiyatini tushuntirib bersangiz xalqqa, xalq albatta to'laydi. Chunki bu xohish, istak emas, bu konstitutsion majburiyat. Shuni ham xalqimiz tushunish kerakki, biz bugun soliqlarni ongli ravishda o'z muddatida agar to'laydigan bo'lsak, demak biz maqsadimizga tezroq erishamiz. Soliq qonunchiligi har bir fuqaro, ayniqsa yoshlar uchun muhimdir. Tadbir davomida soliq qonunchiligiga oid savol-javoblar tashkil etilib, u manzilda jam bo'lgan farg'onaliklarni faollikka chorladi. Ishtirokchilar soliq turlari, stavkalari, imtiyozlar, elektron soliq xizmatlaridan foydalanish tartibi kabi sohaga oid mavzular bo'yicha o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Eng faol qatnashchilar tanlab olinib, ular esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Oybek Farg'ona soliq texnikumi o'quvchisi bu kabi tadbirlarda har doim faol bo'lishga harakat qiladi. Ushbu aksiyada ham yosh soliq to'lovchi o'zining bir nechta startap loyihalari taqdimoti bilan soliq qo'mitasi mas'ullariga yuzlandi. Startap loyihalar quraman. Shu taklif bilan chiqdim. Bizdan loyihalaringiz bormi, qandaydir savollaringiz bor deganlarda men o'zimni shaxsiy startap nomli soliq loyihamni aytib o'tdim. Ular mas'ul xodimlarni biriktirib berishdi hamda men bilan suhbatlar tashkil etishdi. Men uchun juda qiziq bo'ldi. Bugun yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Mazkur tadbir soliq to'lovchilarini qo'llab-quvvatlash, aholining soliq masalalaridagi savodxonligini oshirish, eng muhimi jamiyatda soliq to'lash yurt taraqqiyoti uchun hissadir degan tushunchani mustahkamlashga xizmat qiladi. Bo'lib o'tgan tadbir nafaqat soliqqa oid bilimlar kengayishiga xizmat qildi, balki farg'onaliklarga madaniy dam olish imkoniyatini ham berdi.